Hayır. Men hozir gaplashib o'tirdim. Bu san'at institutiga borsangiz bunchalik dam olmaysiz. Yo, noto'g'ri gapiryapman. San'at institutida ham men hozir hayron bo'lyapman. Nimaga? Rustam aka, siz bilan biz yaqinda kinoni boshlaymiz, shu yerdan boshlaymiz. Menga boshqa joydan aktyor kerak emas. Ustozlarni mahoratini ko'ryapmiz, mana bolalarga o'tkazgan mahoratni ko'ryapmiz. Bu sizlarga katta rahmat. Bir narsaki, mana bugun sizlar gapirganda ham, qo'shiq aytganda ham, intonatsiyalar, diksiyalar tiniq-tiniqda. Biz hali kinoni ovozlashtirayotgan paytimizda qiynalib ketamiz aktyorlar bilan. Tiniq gapiring deymizda. Bu yer mana yigit qizlarimiz, bolalarimiz, qizlarimiz tiniq gapiryapti. Ustozlar, sizlarga tashakkur. Tashakkur. Umrlari uzoq bo'lsin. Bular ko'pchiligingizlar bitiruvchilarmi? Bitiruvchilarimiz, ha? Birinchi 10-11-sinflar, ha? 9 Elbek 9 mi? Elnur 11 mi? Shu Elnurni men olib ketaman kinoga. Olib ketaman. O'sha Yusufjon qiziq Shakarjon bilan birga yuradi. Bosh qahramon bilan. Baho a'lo. A'lo. Bugun meni hayotimda ham esda qoladigan kunga aylandi. Ustozlar, sizlarga, aziz o'quvchilar, sizlarga tashakkur.